Xo'p, mana stenkalarni ko'ring. YouTube kanalimizga bitta hozir hamma mebellar narxini aytaman. Stenkalar вообще arzon narxda bo'lyapti. Assalomu alaykum, hurmatli arziydimi obunachi, kanalimiz obunachilari. Sizlarga hozir mana shularni bitta bir boshdan tushuntirib, videoga olib, narxlari bilan, razmerlari bilan tushuntirib berishga harakat qilamiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz bo'ldi. Endi to'g'ri tushunasizlar, mana ularda o'rtada narxlarni aytib ketaman. Hozir bu narxni ko'rib ketib qolishingiz mumkin. Shuning uchun mana spalniga turib, mana shkaf mashlardan ham ko'rishlaringiz kerak. Birinchi mana 2 tashkalidan aytib ketay, 2 ga 85 bo'yi, narxi 1,5 million so'm, 2 ga ham alohida bo'lib ajraladi. Yangi bu. E'tibor qilib shunga. Assalomu alaykum. Assalomu aka. Spalnigan turdan boshlaylik, nimadan boshlaylik aka? Bo'ldi, mana shu spalnidan boshlaylik. Gilomdan boshlaylik, gilom birinchi turibdi ekan. Gilomda mana yerda chichani nimadir bor ekan. Ulangan joyi bor. Mana bunaqa joyi borda, ashda bor xolos. Ha, joy qilingan. Nechiga necha razmer? 3,5 ga 6. 3,5 ga 6. Gilom. Gilom. Narigisi. Bitta mashta aybi bor, dog' bog'i yo'q. Shuni sog'ini 1 millionga beramiz. Bu 3,5 ga 4, buni aybi yo'q. Bunisi yaxshi. Buni aybi yo'q, просто bunday qilib taklif Ha, buni mana nimagadir qayrishgan ekan shekilli. chiqqan ekan. Bunisi nechi pul? Bunisi 1 million. Bunisi 1 million, 3,5 ga 4. Yo'q, 6 ga 3,5. Ha, 6 ga 3,5 bunisi. Bunisi 3,5 ga 4 bunisi ekan, ha, 12 yozib qo'ying. Bunisi 800 ming so'm. Uyga netgan kir joyi ham yo'q, yurmaydi ham. Qanaqa? Bittasini o'sha yerda kesilgan joyi bor ekan, ma'lum sabablarga ko'ra qolgani yaxshi ekan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa 1 million so'mga 800 ming so'm. Gilomlar arziydimi narxiga kommentariyada yozib keting. Xo'p, endi mana spalniydi. Italyanskiy nechi pul buni narxi aka? Obunachilaringiz 700 mingga beradi. 700 ming so'mga obunachilarimizga kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa aloqa chiqarasizlar, arziydimi yo'qmi kommentariyada yozib keting. Endigi navbat va spalni garniturimizga bo'lsin. Spalni garniturimizni mana roaming qilib ancha mehr berishgan ekan aynalariga. Shkafi uyingizga kirsa bu yana ham ancha chiroyli bo'lib qoladi, xudo xolasa mana. 180 ga 220 bo'ladi. 180 ga 220. Mana. Xo'p, shkafi, divani yonida bunaqa nimalari ham bor ekan. Yonida qanchalik ko'rinyapti sizga? 90 ga faysizlar. 190 ga 210 joyga joy bo'ladi. 190 ga 210 joyga joy bo'ladi ekan. Aybi bor. Xo'p. Nimasi? Joyi bor. Ha, 17 da. Ko'ringan bo'lsa, Ha, ko'rindi. Shu yerda joyi bor ekan. Qolgan holati yaxshi. Qolganlari yaxshi. Trimosi bor. 90 ga 180. 90 ga 180 trimo i 50 ga 50. 50 ga 50 tumbalar. Ochilib yopilishlari zo'r. Qarang, ochilib yopilishi ham qanaqa chizilgan. Buni narxi nechi pul? Buni 3 millionga beramiz. Spalnigani tur 3 million so'm. Gap yo'q, shikalat narxi xudo xolasa. Bu bitta qoldi. Buni nechi pul qo'ydik? Kompyuter sto. 70 ga 270. Bag'i ham 70. 70 ga 270. To'klari bilan. Qo'ydik, haqni qo'ydik, buni ular 400 mingga beraveramiz. 400 ming so'mga pastidagi 270 fazli. 270 uzunligi. Orqasi ham laminat. Orqasi ham laminat. Mana bitta ko'ringlar. Materialni ham puli bas, har qayerdan ham chiqmaydi bittadan. 3 ta laminat ketadi. Ha. Xo'p, bu yerda hozir 3 million so'm bu, 500 ming so'm bu, 1 million so'm bu, 800 ming so'm narigisi. Arziydimi yo'qmi narxlariga kommentariyada yozib keting. Endi men bitta nari tarafdan aynalib, mana shu stenkalarnimi, o'sha kreslo divanlarnimi ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'p, kreslo divanni ko'rsataylik. Aka, mana shu narsa ko'pchilik qiziqyapti. Ha, xonadan xonaga olib kirib chiqarishga qulay ekan. Pampers prujina заводской. И mana u ham. Mana bitta ko'ringlar. Zo'r, odamni ham quchoqlaydi xudo xolasa. Ikkita kreslo, bitta divan. Buning narxi nechi pul? 2,5 millionga beraveramiz. Mash turishini 2 million 500 ming so'mga. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa. O'zi 8,5 million so'mga olingan ekan. Orqalari ham bir xilda material bo'lgan ekan. 2,5 million so'mga ikkita kreslo, bitta divan. Xo'p, endi men yerda kushetgan ko'rdim. Bu sotilib ketdi deyshti. Nechi pulga aka? Ha, bu sir bo'lib qolaversin kushetgan. Nechi pul o'zi bular narxi kommentariyada yozib ketaverasizlar men yerda. Diliya litso. O'zimiz akaxonga beraverdik, hali pulni nima qilganimiz yo'q. Bo'ldi, gap so'z yo'q aka. Aka, men u narsani ko'rdim. Bu nimaligini qiziqdim to'g'risi. Buni mana kichkina narsasi ham bor ekan. Kamotni bo'yi. 240 bo'ladi.
240. Uzunisi. PVX kromka. Tortib oladigan mexanizmlar bilan. Mana qanchalik ko'rinyapti sizlarga. Bu davchi mexanizm akril. Narxi necha pul? Mana shu narsa $100. $100 ga beriladi. Bitta yonidan ham ko'rsatay. $100 ga arziydimi yo'qmi kommentariyada yozib ketaverasizlar. Davchi mexanizmlarni har tarafdan qanchalik ko'rinyapti, sekin o'zi tortib oladigan. Ichida polkalari bilan. Mana. Qolgan ma'lumotlarni ham bemalol opisaniyada nomerlari bo'ladi. Telefon qilib so'rashlaringiz mumkin. Arziydimi yo'qmi kommentariyada yozib ketishingizdan chiqmasin. Mana unisi aka, bola chaqa. Buni 400 mingga beramiz. Bunisi 400 ming so'm. 400 Mana. mingga beramiz. Televizor pastavkaga boshqaga mana sekin tortib oladi. 1.5 ga 50, bag'a 40. 1.5 ga 50. Eniga bunaqasiga 40 ekan. Xo'p, detskiy shkafchachi aka. Detskiy shkafchamiz bor. Mana. Bir tomoni vishilka, Hoppa. polkasi bor. Mana. Xo'p, tortmalari bor. Bu ham polni PVXda bo'lgan. PVX kromkada bo'lgan ekan. Polni PVXda bo'lgan. Eni ham enliroq ekan. Buni 600 mingga beramiz. Bu 600 ming so'm. Buni kiravati bor. Kiravati. Kravati bor. Mana tortmalari ham ishlaydi. Hamma yo'q ishlaydi. Bu taydi diskisi, Taydi taydi bor. machalkasi bo'ladi mana. Mana machalka shunikiga nisbi 400 bilan. mingga beramiz. Bu 400 ming so'm. 2 millionga 900 mingga beramiz. Ikkovsi 900 ming so'm divan bilan shkaf. Patinka pastavka. Patinka pastavka necha pul aka bu? Buni 300 mingga beraveramiz. Ustulari bunaqa 300 ming so'mga, uni arziydimi yo'qmi kommentariyada yozib ketinglar. Mashinalardan bitta katta. Kattaroq ekan. Stenkamiz. Stenkamiz bor. Xo'p, mana shu keldik oxiri bularning narxi 3ga menimcha juda arzon. 3ga bo'linadi bu. 3ga bo'linadi. Ichlari ko'zguli, aynalari ham qalin, polkalari. Fotografiya. Xo'p. Buni narxi necha pul aka endi? Narxini bonus hisobda 2 millionga beraveramiz. 2 million 500 ga beriladi. 3 million qo'yildi, 500 ming so'm beraveramiz. O'zi Telegram kanalimizga 3 million so'm qo'yilgan ekan, YouTube obunachilarimizga 2 million 500 ming so'mga mana shu stenka beriladi. Xo'p, keyin endi penal komod. Mana shuni uzoqroqdan olay, mana bu tarafdan yaqinroqdan, uzoqroqdan qilib olay. Mana shu narsa o'zi ko'pchilik qiziqayotgan narsa, hozirgi modadagi narsalar. Yangi hisobda. Yangi hisobda, Hech qanaqa defekt yo'q. cho'tki holatda. Bu 95 bo'ladi, 95 ga 235 bo'ladi. Mashinasi 95 ga 235. 95 ga 235. 1.5 ga. Bu 1.5 ga 210. Adashmasam 330, 340 joyga tushadi hammasi. 3.5 ga yaxshi tushadi. 3.5 joy bo'lsa tushaveradi mana shu uzun narsa. Xo'p, bitta yaqin yonlardan ham ko'raman siz. Holati ideal. Vakuumli, davchili, mana. Mana bitta ko'raverasizlar. Hozir sovuq, bexos qormi, yomg'ir yog'ib borgani uchun monetlari xira bo'lib ko'rinyapti. Chang-pang chiroyli qilib artib o'rilsa, xudo xolasa bo'ldi. Nimasi yo'q. Buni narxi necha pul? Buni 4 millionga bo'ladigani 4 millionga beramiz. 4 million so'mga 4 beriladi. millionga beramiz, bo'ladi. 4 million so'mga bu berilar ekan. Kommentariyada yozib ketinglar, arziydimi yo'qmi? Menimcha shikolat narx bo'lsa kerak. Obuna bo'lib kuzatib borsalaring, xudo xolasa mana shu narsalarda arzonlari chiqaveradi. Mana bu yerda bir kishilik kravat bor, tay sondiqli. Mana yoni Yoni 50 bo'ladi. chuqur ichi. Bo'yi ham baland. Bunaqa pastgina bas. Xo'p, buni Fayzullo razmeri 85 ga 210 bo'ladi. 85 ga 210. Buni narxini 500 mingga beraman, bonus bu tombasi bor. 500 ming so'mga mana tumbachasi bilan. Tombasi o'zi ashiniki. Tumba o'zi shunday komplektida ekan. 500 mingga beraman. 500 ming so'mga bemalol xarid qilishingiz mumkin. Sondiq bor, sondiqda omadiki. Ichilari. Bu tarafdan ham ochiladigan haligi sondiq bu. Neobishniy sondiq bu. Mana. Mana Pul ochilishi. kalitlari ham ishlaydi Fayzullo. Bu necha pul aka? 600 mingga beramiz. Bu 600 ming so'm. Xo'p. Bo'ldi, xudo xolasa, menimcha. Rossiyskiy kravat. 90 ga 195 mana shu rossiyskiy kravat ekan bunisi. 300 mingga beraveramiz. Bunisi 300 ming so'm. Ana oxirida bonuslar xudo xolasa 300 ming so'mga shu ustida turgan kravatni beriladi. Tagidagichi. Tagidagi 230 ga 1 metr bo'ladi. 230 ga 1 metr tagidagi. Yuki bor deganligi mana shuncha narsa. Qo'y narsa qo'ysangiz ham ishlaydi. Ko'tarib turaveradi, matrasi yaxshi. Matras sinoqda. Aylariga shu ganka bor, 10 ganka bor. Bu necha pul?
Xo'p, buni 700 mingga beramiz. 700 ming so'm, 300 ming so'm, bir necha pul edi? 400 ming so'm tevadagi. Kommentariyada arziydimi yo'qmi yozib ketinglar. Obuna bo'lib qo'ysalaring, mana shunaqa arzon mebellarni xudo xolasa to'liqroq iloji boricha qo'yishga harakat qilamiz. Siz obuna bo'lib, like bosib, kanalimiz to'g'risida fikrlaringizni kommentariyada yozib ketsangiz, shu narsalarni xudo xolasa iloji boricha oldini olishga, masalan, yo bo'lmasa, narxlarini yana ham arzonlashtirishga harakat qilamiz xudo xolasa. Mebellari bo'lsa ham Eski mebellar bo'ladigan o'sha opisaniyada nomerlar qoldiriladi, bemalol sotib olinadi. Xudo xolasa chiroyli narxda kelishilgan narxda olinadi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Kommentariyada fikrlaringizni qoldirib keting, masalan, sizga qimmat ekan, arzon ekan degan narsalar juda muhim bizga. Arzon bo'lsa yana ham qo'ygimiz keladi. Qimmat desangiz, mana shu narsani yana ham arzonlashtirgimiz keladi. Maqsadimiz narxlar arzonlashsin, ko'pchiliklar olsin. Masalan, ko'pchilik uyga o'sha Instagram, Telegramlardan mebellar sotishni boshlaganimiz olishyapti. Shunaqa narsalarni xohlasangiz siz ham sotib olishingiz mumkin. Instagramda eski mebellar deb yozsangiz Instagramimizda chiqadi, Telegramda sotish va sotib olish deb yozsangiz, xudo xolasa Telegramda ham chiqadi. Bemalol qidirib sotib olishlaringiz mumkin. Rahmat hammalaringga.